Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Bobon kanalining obunachilari, mehmonlari, hammangizlarga Tojikiston Respublikasi, Sug'd viloyati, Asht nohiyasidan alangali salomlar. Sizlar bilan ancha vaqtdan beri ko'risha olmay qoldik. Mana yana uzumlar chiqib, ko'karib bir holatga keldi, yaxshi holatlarga. Mana uzumlarimizni endi yaxshi bo'lish uchun, hosillari zo'r bo'lish uchun ruschasiga normirovka deydi. O'zimizda qisqa qilib xomtok deyiladi. Xomtok ikki xil bo'ladi. Sho'ra xomtok, g'o'ra xomtok. Hozirgisi sho'ra xomtokka kiradi. Mana shu holat, hozirgi holat mana shu holatda. Mana bir marta yaqinroq ko'rsating. Yaqinroqdan ko'rsating. Mana ba'zilarida mevalari bor, ba'zilarida mevalari yo'q. Agar biz buni hammasini qo'yib bersak, kuchi yetmaydi bu uzumlarimizni. Bu yer tajriba uchrashganmiz. Xabaringizlar bor, sizlarga ko'rsatganman bir marta. Endi hozir men sizlarga shuni qanday qilib xomtok qilishni ko'rsatib beraman akajonlar. Xomtok qilishdan oldin bir marta qarab olamiz. Qani baho berib olamiz. Shu uzumimizga qancha qo'yish kerak, nechta qo'yish kerak, holatiga qarab. Mana masalan ko'ramiz, mana shu yerda mana bunda uzum yo'q ekan. Mana bu yerda mana uzumlari chiqib kelyapti mana bu yerda mana. O'shaning uchun shu uzum bori qo'yamiz, olib tashlaymiz. Ha bitta bu yerga qo'yib qo'yamiz. Baylarni olib tashlagan bo'ladi, mana bu tagdagi baylarni. Shunday qilib. Bu yoqqa kelsak, mana bu yerda mana bitta mana bu yerda navda qo'ygandik. Bundan 4 ta mana kaltalari chiqibdi. Buni uzumini yo'g'ini olib tashlaymiz. Buni ham kerak emas. Mana bunisi ham uzum yo'q ekan, olib tashlaymiz. Mana bu yerda mana ularni olib turib, shoy qilib qo'yamiz. Mana uzumlari sekin ko'karaveradi, bo'laveradi. Qancha oftob bo'lsa, havo kirsa shuncha yaxshi. Mana bu yerda mana kichkina navda bordi, uzumcha. Bu hosil solmabdi. O'shaning uchun buni ham mana ikkitasini olib tashlaymiz. Ikkitasi ko'karib turaversin, mayli. Yana yilga o'sib bo'lsa, yana ko'ramiz. Mana bu yerda mana bizda uzumi chiqyapti. Bunisida yo'q. Olamiz. Mana bu yerda bunisini olib tashlaylik. Olib tashlaymiz. Orasi bir qarish qolish kerak. Buni olib tashlaymiz. Hop, o'saversin bu. Tagdagi baylarni olib tashlasak bo'laveradi. Xomtokda bu. O'zimiz tilda. Ruschasiga normirovka deyishadi. Olamiz bularni. Mana bu yerda mana uzumlari bor. Ikkitadan soladi, xudo xolasa, hali vaqtli olyapmiz. Endi olamiz. Xo'sh. Buni olib tashlaymiz. Orasi mana bir qarish qolaveradi. Qancha kam qolsa, shuncha yaxshi. Mana bu yerda bu qaradamizki ulanganda uzumchalari endi chiqsa kerak. Buniki sal 4 ta, 5 ta bo'g'imdan keyin qo'yadi, uzum chiqadi bulardan. Mana bunisini olib tashlaymiz. Mana bu yerda uzum bor ekan turadi. Bizni olib tashlaymiz. Buni ham olib tashlayveraylik. Nishat qilmasin. Uzum bor ekan shu o'ssin. Buni olib tashlaymiz. Shunday qilib xomtok qilamiz, xomtok. Endi katta uzumlar ham bor, hozircha mana shu tajriba uchrashganimizdagidan ko'rsatyapman sizlarga. Olib tashlaymiz.
Bunisini ham olib tashlaylik. Buni ham olib tashlaymiz. Ana shu holatga keldi mana. Hurmatli ko'rsatib olasiz hammasini mana shu holatda. Bargini menga bering, bar. Bu bargni egalari chiqishyapti, marhamat. Kontak qilasiz. Haligi nima qilasizmi? Avatogu? Bargi top. Barg top qilasizlar. Men qachon ulasa bo'laman ekan ular bering. Ulangan joyi. To'xtat. Ulaymiz, xudo xolasa. Hali ulashga ozgina bor. Bola. Ana shu holatga keldi. Ana shunday qilib kontak qilamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari, mabodo chiqargan videomiz yoqib qolgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Bundan keyin, xudo xolasa, endi kasallik tushmasligi uchun abrabotka dorilar bilan dorilaymiz. Shu dorilarni ham sizga qanaqa dori bilan, qanday qilib, qaysi miqdorda hammasini ko'rsatib beramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammangizlarga alangalik salom, sizlarga, oilangiz a'zolariga tinchlik, omonlik tilab qoladigan doktor Bog'bon Abdullayev bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar.